Jangchi. Badaviy tarixiy asar. To'qqizinchi qism. Ustozning uyini boyliq bilan to'ldiratdi. U bo'lsa uningdan bakroq yig'lab, keyin tinchlanib, faqat yiqildaydi. Yana o'rnidan turib, vaqirab turib, "Ey odamlar, o'tmishinglarni unutmanglar. Sizlar o'tmishinglarni unutmoqchisizlar. Xorliq yo'lini tutyapsizlar. Ey odamlar, Allohdan qo'rqinglar. Sizlar Odam va Havvodan tarqalgan qarindoshlar. İbrahimning 2 o'g'li bor edi. Biri Ismoil, yana biri Isoq. Sizlar Isoqning avlodisizlar. Yaqub Isoqning o'g'li edi. Yaqubni Isroil deb ataydi. Isroilning 12 o'g'li bo'lib, ular sizlarning otanglardir. Ey odamlar, Yaqub o'ldi. Sizlarga Yusuf payg'ambar bo'lib keldi. Uningdan keyin Yahudi bosh bo'ldi. O'tmishinglarni unutmanglar. Qibtilardan Fir'avn Ramziz beshinglarga nima kunlarni soldi? Unutdinglarmi? Erlarni qo'l, ayollarni cho'ri qilmadimi? O'g'il bovoqlarimizni o'ldirib, qizlarimizni ko'ngil etish uchun tirik saqlamadimi? Ey odamlar, o'tmishinglarni unutmanglar. Musa tug'ildi va u Allohning payg'ambari edi. U Fir'avn qasrida o'sib yetildi. Payg'ambar bo'lgan hamon aksi Harun bilan Fir'avnni hidoyatga chaqirdi. Fir'avn kafir bo'ldi. Musoni o'ldirmoqchi bo'ldi. Musa Yahudi bolalarni elib qochdi. Ey Yahudi bolalari, bo'g'laringlarning jinoyatlarini yodinglardimi? Kelinglar. Tavratda Alloh buyurdiki, yakka Allohga ibodat qilinglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Qarindoshlaringlarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilinglar. Odamlarga yaxshi so'zlarni qilinglar. Namozni barpo qilib, zakot beringlar. Bir-biringlarni qaslashmanglar. Birinchinglar, ikkinchinglarni o'z yurtinglardan qo'g'lab chiqarmanglar, demadimi? Men nadomatlar bo'lsin. Ey odamlar, sizlar aslinglarni unutyapsizlar. Qani aytinglar-chi, sizlar bugun nima ish qilyapsizlar? Men deb beray. Sizlar Allohga ibodat qilmayapsizlar. Uningga sherik keltiryapsizlar. Ota-onalarga yaxshilik qilmayapsizlar. Qarindoshlar bilan aloqani uzyapsizlar. Yetimlarga zulm qilyapsizlar. Miskinlarni unutmoqchisizlar. Odamlarni haqoratlayapsizlar. Namoz o'qimayapsizlar. Zakot bermayapsizlar. Bir-biringlar bilan boyliq talishib urushyapsizlar. Biringlar yana biringlarni yurt makonlaridan qo'g'lab chiqaryapsizlar. Ularga azob berish uchun boshqa biringlar ularning sirlarini ozg'ini pulga setyapsizlar. Yana biringlar uni azoblayapsizlar. Agar dushmanga asirlikka tushib qolsa, haqqini to'lab qutqizyapsizlar. Buning bilan butun odamga ko'z-ko'z qilib maqtanasizlar. Aslida ularni qo'g'lab chiqarayotgan o'zinglar edinglar. Ularni azoblagan o'zinglar edinglar. Qilgan bu ishinglar qandoq nohaqchilik bo'ldi? Tavratni Allohning kalomi deysizlar. Ammo yermiga amal qilasizlar. Yermini ko'zga ilmaysizlar. Sizlar Allohning so'zini o'yin qilyapsizlar. Allohning so'zini masxara qilyapsizlar. Hayhot, dod faryod. Bu ishlaringlar uchun dunyoda sharmanda bo'lamiz. Oxiratda jahannamda ko'yimiz. Esinglarni yig'inglar. Gunohni to'xtatinglar. Allohning yo'liga, Allohning payg'ambariga, uning kitobiga ergishinglar. Ustoz shu so'zlarni bari ovozi bilan aytdi. Ko'pchilik jim turib anglaydi. Biroq anglab bo'lib, odamlar o'z yo'liga ketaveradi. Kimdir o'g'irlik qilsa, kimdir fohishaxonaga boradi. Kimdir zulm qiladi. Ustoz yana nol qiladi. Ey Isroil bolalari, Musa davrida Alloh Tur tog'ini elib kelganda, tog'ning ostida qolmayli deb hamma ilohiy buyruqlarni ijro qildik. Bugun ham ilohiy buyruqlarga amal qilmasak, holimizga maymunlar yig'laydi. Hakim Muassirning tabiati ko'ngli bo'sh odam edi. Uning qo'li Saqib G'oba hokimga ko'p ta'sir qiladi. U ustozni yoqtirmaydi. Saqib G'oba Muassirga bir gapni ko'p aytdi. Sahibim, qari ustoz shahrimizning odamlarini buzyotdi. U qayerdagi vahima gaplarni tarqatyotdi. Ko'chada soatlab to'laydi. Odamlar natijada sizning hokimiyatingizga shubhi bilan qarayotdi. Ustoz hokimiyatni izlayotgan chig'i. U Tavrat hukmini yetkazyapman.
ilm tarqatyapman deb o'rningizda tamoq qilishi aniq. Muassar bu gaplarga dastlabda e'tibor bermadi. Biroq G'oba ustoz to'g'risida yomon gapini qilishdan to'xtamadi. Muassar G'obaning gapiga kirdi va ustozni zindonga tashladi. Ashiya ustozni ko'rgili zindonga bordi. Zindon ichida ustoz istirop ichida shundoq dedi: "Qizim, shaharni gunohkorlar besib ketdi." Ashiya ko'zini cho'ng-cho'ng ochdi. "Ustoz," dedi. U elib kelgan tomoqni elib, "Men sizning hamma gaplaringizni tushunolmayman, ammo to'g'ri so'zlaydiganligingizga ishonaman." Ustoz qayg'u bilan tabassum qildi. "Vaqt keladi, hamma so'zlarimni tushunasan. Sen to'g'ri so'zlayotganimga pokiza qalbing bilan ishonasan. Taqdir bo'lsa, seni bu so'zlar ustida yoshtidu, qizim. Sen bu so'zlarga suyunib, dunyo va oxiratda nijot tepish mumkinligini o'z ko'zing bilan ko'rsan. Chunki men bu so'zlarni o'ylab topib, ondan gap qilmadim. Bu Tavratning ta'limi, Musoning yo'li. Angla qizim, biz Musa payg'ambarning ummatimiz. Uningdan keyingi payg'ambar Ahmadning ummati emas. Nemishqa bundaq dedim bilamsan? Bilmayman ustoz. Undaqda bilib ol qizim. Ustoz Ashiyaga qat'iy ta'kidladi. Alloh bizga beradigan jazoni asla kechiktirmaydi. Musa yashagan zamonda gunohkorlarga ularning ishiklari guvohlik berib, uy egisi gunohga qo'l urganligini e'lon qiladi. Ya'ni ishga falonchi bundaq gunohni qildi degan yozma paydo bo'ladi. Alloh munofiqlarning yuzini yer bilan yakson qiladi. Dengiz bo'yida Aylo degan yezi bor edi. Shu yezida bizdan bo'lgan bir qavm yashagan. Alloh ularga shanba kuni beliq tutishni cheklagan. Bu bir sinoq edi. Qavmimiz bo'lsa shanba kuni dengiz sohilida bak ko'p beliq borligini bilib qolg'achqa bir ko'l. Beliqlar shanba kuni ko'lga kirib qamalib qoladi. Yakshanba bo'lsa uni ayliyaliklar oson tutadi. Bu olamlar Rabbisi Allohga hiyla edi. Alloh g'azablanib, u yezida yashaydigan hamma odamni xunuk, odamlar yoqtirmaydigan maymunga aylantirib qo'ydi. Rabbimizning jazosi kechikmadi. Tasavvur qildingmi? Kechqurun odam holida uxlaysa, atiganda maymun holida uyg'onsa. Bu bo'lsa gunohlar uchun jazo ekanligini butun odamlar biladi. Buningdan ortiq sharmandalik bormi? Ashiya o'zini, otasini, bo'g'isini, qo'llarini, odamlarni maymun qiyofatida ko'z oldiga keltirib qo'rqib ketdi. "Angla balam," ustoz davomlashtirdi. "Biz shundoq ummatmiz. Gunohlarimizga jazo kechikmaydi. Oxir zaman Ahmadning ummati bo'lsa, doim bir muhlat ustida bo'ladi. Ular Allohning yo'lida sabit va xolis turganda butun yer yuziga hukm beradi. Nafs va shaytonlarga ergashgan vaqtida butun yer yuzining kofir qavmlari ularga hukm beradi. Bu ularga jazo ekanligini kamdan kam insonlar bilishidi. Ammo ulardan halok bo'lishdan avval tavba qilish, ya'ni izzatga erish imkoni bir muhlat bo'ladi. Biz undaq emas. Biz yana haddimizdan oshdik. Xorliq bak yaqin. 40 yil burun aramizda Musa bor edi. Harun bor edi. 40 yilda biz ularning ta'limini unutdik. Allohning amrini xato tutdik. To'g'ri tutmadik. Pat arada hammamiz xorlanamiz. Shuni Muassarga ayt. Esi borida etkini yapsun. Bütün shahar Musa davridagidek yig'ilib tavba qilsin. Alloh biror payg'ambarni avatib bizni gunohdan poklasin. Ustozning yenidan chiqib, Ashiya bovisining yeniga bordi. Hayajonlanib anglag'anlarini hammasini bovisiga so'zma-so'z aytdi. Saqib G'oba ham shu yerda edi. Sahibim, u yerga yiqilib faryod urdi. Ustoz yosh va go'zal malikimizni qo'rqitdi. Uning bilan uchrashishni to'smoq lozim. Malikimiz bu vasvasalar orasida uxlay olmaydi. Keyin kasal bo'lib qoladi. Yo'q, men kasal emasman. G'azbi keldi qizchiqning. Bova, ustozim to'g'ri gap qilyotdi. Bovisi muloyim ovozda: "Bar, do'stlaring bilan o'yna. Bundaq gaplar bilan beshingni qotirma. O'g'illarimiz bor, biz bor. Bu bizning ishimiz. Sen qayg'urma." Shu ishdan 10 kun o'tmay Muassar navrisi Ashiyani bir isilzodliklarning o'g'liga majburlab arga berdi. Quli Saqib G'oba shuni maslahat bergan edi. Bir chaqda Muassar borang-turang ovozda uyg'ondi. Saroy temiga oldirab chiqib qaradi-yu, shahar darvozalari ochilgan. Yav qo'shini butun shaharni egallab olgan edi. Odamlar cho'chib, besha qo'ygan tarafga yuguraydi.
shahar darvozasini dushmanga kim ichib berganligini Muassarga noma'lum edi. U xoinni aniqlab, hamma qo'shin bilan tizdan hujumga o'tishni xohladi. Ammo orqaga o'rilgan edi, bo'g'ziga qadalgan tig'ni ko'rdi. Udulida Saqif G'oba turadi. Muassar davron kutdi. Seni buyuk podshoh Jalotga topshirma, dedi. Muassar xoin deb barqirdi-yu, ishning haqiqatini birdamda bildi. U shaharda fohishxonlarni ko'paytgan. Uni Jalotga sotgan. Ustozni qamatgan dal qo'ynidagi yilon Saqif G'oba ekanligini tushundi. Ammo pushaymon qilgan bilan endi bak keyin edi. Saqif G'oba o'z g'ujisini zanjirlab pastga elib tushdi. Saraydagi hammasi asirga elingan edi. Jalotning lashkarlari saroyni talon-taroj qildi. Muassar huquqdan ajrag'anligini bildi. Beixtiyor tortdi. Saqif G'oba ijoydi. U o'z ishidan mamnun edi. U butun saroy ahlini zanjirlab Jalotni kutgili chiqayotgan edi. Olamni birdamda zulmat bosdi. Qasrdagi kishilar lazzat ichidagi lazzatni, izzat ichidagi izzatni unutdi. Shaharda Jalot lashkarlarining ovozi ko'pga o'rlab, ayollarning faryodi, bovoqlarning chiqirishi, gunohkorlarning nolisiga olishib ketgan edi. Bostirish vahshati jonivorlarning tinchligini ham buzdi. Itlar qavob, mollar mo'rab, qo'ylar maraydi. Musibat o'lim shamilidek keldi. Ko'pincha odamlar qo'lga qurol elib urushmoqning o'rniga qechib qutulish vasvasida edi. Alloh ularning gunohlari sababli qalblaridan jasorat va mardlikni elib, o'rnini qo'rqinchoqlik, zaiflik va satqinlik bilan to'ldirgan edi. Allohning elchisi ularni ko'p ogohlantirgan edi. Ular odatiga ko'ra tuzg'urlik qilib, yana bir qiyinchilikqa uchradi. Saqif G'obaning odamlari ustozni zindondan elib chiqdi. Shahar maydonida yosh va qari, erkak va ayol, boy va kambag'al hammasi haydab kelingan edi. Hammasining ko'zi midirlaydi. Eslzodalar, boylar bir necha to'yab qalalarni yetilab, ustiga cho'ng sanduqlar yuklangan edi. Jalotning lashkarlari to'rt atrofni qor bulutdek qopladi. Jalotning askarlari quvvatli, tishtirnoqlargacha qurollangan, itoatsizlik qilgan odamning kim ekanligiga qaramasdan chepib tashlaydi. Ko'chalarda qon jilg'idek oqdi. Qon eqiyotgan eriqchilar paydo bo'ldi. Ko'pincha kishilar dag'dag'i titraydi. Onalar bolasini bag'riga yushirishga tirishidi. Homildorlar azobdan ingraydi. Kimdir kimga tasalli bera olmaydi. To'satdan yong'irgan unlik zulmkor ovoz hammani jalb qildi. Shahar hokimi Muassar, o'g'li Aslam, navrisi Ashiya, navri kuyog'li va ustozini qamchilab sazoyi qilib maydonga elib kelayotgan edi. Kishilar so'zsiz qotdi. Umidlar yo'qolib, xalqning ishonchi sunib parchalandi va chechildi. Hammasi nafsini yo'tdi. Shahar hukmron oilasi maydonning qop o'tirsida ustiga yengida o'rnatilgan taxt uduliga tizlandirildi. Ashiya birdam otasiga, birdam bovisiga, birdam eriga qaraydi.